bir oy oldin o'rtoqlar sochim mana shunaqa ahvolda edi. Tepalari siyrak bo'lib, уже ochilib qolgandi, tepa kal bo'lib qolgandim. Mana shunaqa sochimning mamitida chandig'i bor edi. Chandig'idan umuman soch chiqara olmayotgandim. Mana hozirgi do'pi postisini ham qo'yib qo'yaman. Bir oyda mana shu natijani ko'rdim o'rtoqlar. Bir oy ichida nima qilganimni aytamasligi. Volvit tabletkani ichdim. Bitta tabletkadan 2 mahal to'q qoringa ichdim. Sink tabletka ichdim. Bittadan 2 mahal to'q qoringa ichdim. Har kuni bir oy ichida to'xtatmadim. Sinox 15% spreyi har kuni kech payt yotishdan oldin sochimni tepa qismlariga, shu to'kilgan qismlariga sepib, singdirib, xuladim, ertalab yuvib tashladim o'rtoqlar. Bu hech qanaqa reklama yoki boshqa narsa emas, haqiqatda effektini ko'rgan narsam sizlarga tavsiya qilaman. Shuning uchun menga podpiska tashlab qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kommentda fikringizni qoldiring.